Oshxonani boplab, katta kelgan xolodilnik oladi, qo'yadi, yuvadi, biz qozonga tashiydi. Xullas, Megan Planet'ning orqasi 11-kvartalda 116 mingga 4 xona 6-etajga uy chiqqan, harakat qilinglar, yangi yevro remont. Mana podyezddan kirib kelish, oyna bor, kiyim qo'yadiganlar bor. Hop, hojatxonasi mana alohida, katta-katta yaxshi kafel ishlatilgan. Mana bu yog'imiz mana vannaxona, bemalol yuvinib taranadigan xona. Endi bu yerda mana ko'rganinglardek, 4-xona, zal, hol bitta qilingan. Mana o'tirasizlar, shu yerda yeb ichasizlar, ancha televizorlarni qo'yib, mana shu bemalol keyin dam olgan mana xonangizga kirib quraverasizlar. Mana bu detskiy, to'g'ri garderobligini yasatasizlar. Mehmonlar kelsa mana bu zalga olib kirib, yedirib, ichirib, quyuq suv qilib chiqarib yuborasizlar. Mana chiroyli. Agar mehmon kutmayman desanglar, o'zingizlar katta spaniya qilib bola chaqa ko'p bo'lsa, hammasini alohida qilasizlar. Mana men spaniya, roditelskiy spaniya, o'zini balkoni bor, rangli uxlatadigan, maza qilib quraverasizlar. Narxi aytganimdek 116 ming, 84 kvadrat, 6-etaj, Mega Planet'dan shunday orqasi, maktab, bog'cha, metro, bozor, do'kon, hamma narsa atrofida. Tez aloqaga chiqinglar, bunaqa o'ylar tez sotilib ketadi. Aytgancha, birinchidan keyin narxi ham oshib ketadi. Harakat qilinglar.